Nima bo'lyapti oyog'ingga? Chiroyli-ku. Ya gap oyoq emas, boshini qilsang. Bosh katta, sochlar to'kilyapti ana. Rahit bo'ladi. Oyog'i nima? Oyog'i yaxshi. Bo'ldi. Suvotlari bor, chiroyli. Yaxshi bas. Endi oyog'ini mana shu orqaga o'tkazmaslik kerak tikka turganda. Tak, bunday o'tirmagin. Xo'pmi? Bunda o'tirsang, tizang bir-biriga yaqinlashib, oyog'ing mana shu tashqari ketib qolaveradi. Bunday o'tirishni o'rgating bolangizga. Tushundingizmi? Mana shunday o'tirsin, shpagat bo'lib. Tak, oyog'ini uchida ko'proq yurgizasiz, tovonini to'g'ri bossin bunday qilib, xo'pmi? O'shanda keyin suvot yaxshi bo'ladi. Tak, oyoq massaj olasizlar, hvoyni vanna qilasizlar. Oyog'ingni uchida yurasan, tovoningni to'g'ri qo'yasan qizim. Xo'p? Tovoning chiqib ketyapmayting. Bunday yurishing kerak mana. Oyoqni uchida yurish kerak. Tushundingizmi? Yurish kerak. Sizlarda tovonni bunday bosib qo'yapsizlar. Tushundingizmi? Shu modda to'g'ri bosishga o'rgatsangiz, bolangiz oyoqda hech qanaqa deformatsiya bo'lmaydi. Tushundingizmi? Sizga endi bir oson tomoni ana kattasiga bergan dorilardan kichikroq ham beraverasiz. Bunga dorilar yozasizmi? Ha, dorilar yozildi. Unga ham beraverasiz. Ha, mana ikkalasini faqat dozasi unga 5 bo'lsa, unga yarmini berasiz. 2,5 yozib qo'ying. 50 va. Tushundingizmi? Hatta qolganlari hammasi licheniyasi bir xil. Kichinangizga parafin qo'ymaysiz mana. Parafin yo'q qilib Massaj oladimi? Massaj umumiy oladi, elektroforez oladi. Tushundingizmi? Toza havoda opasi bilan birga kalaskada u yotadi, yoningizda opasi yuradi. Sayr. Xo'p, chun tuzlangan go'shtdan bir kun ekin tuzlab qo'ying go'shtingizni. O'sha yog'siz go'shtni chiroyli qilib, piyozlar bilan qiyma qilib choping. Tushundingizmi? Ana undan keyin o'shani chiroyli guruch bilan birga aralashtirib turib, tifteklik qilib bering, do'lmacha qilib bering, kotlet qilib bering. Bola yeydigan narsani qilib berish kerak. Ichiga chesnak soling, ziravorlar soling. Shu bola yeganda deydigan bo'lish kerak-da. Bolalaringizni qoni kam bo'lsa shunaqa ovqat ta'mini bilmay qoladi. Go'sht yemaydi, shikolat. Yo'q, bermang shikolat. Tamom, senga mumkin emas shikolat. Tuzni masalan qurut bering, 1 kilosini oldiga qo'yib, ikkalasiga qo'yadi. Qurut, oddiy qurut. Tushundingizmi? Ushuvda u yuradi. Tushundingizmi? Ayniqsa kreshka lab kelib qo'ying, uraveradi. Chunki boshqa ta'mda ular. Tushundingizmi? Shunaqa kolbasa, sir, sosiska kerak emas, olib kirmang uyga. Tushundingizmi? Ular ham hammasi ingredient. Eng yaxshi suzma qatiq.